Hürmetli vatandaşlarım, bugünkülük şeyimizni başlayımız. Cungo'nun normal bolmagan pul amanet qarz meselesi tragediya bile ahırlaşamdı. Mavzulu haber 5. ayının 25. günü Dovi Torbiti ilan kılın. Haber mundaq başlandı. Fransiya Gülleniş Bankası yakında ilan kılgan dokulatıda mundaq ko'rsatdi. Jungo bank sohasining umumyuzlik tortgan ziyni 8 trillion xalq puli. Savdo sanoat bankasining kapitalining 60%ga barobar bo'lib, moliya kirimining 50%, milliy daromadning 12%ga barobar. Universal matbuotlar 5-ayning 25 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Savdo sanoat bankasining binormal hisobotida 1 trillion 400 milliard raqam ko'rilib, 1,75% egallagan bo'lsa-mu, bankalarning buzuq hisobotini davr qilgan mo'lcharda talash tartish hozirgacha tugab ketgani yo'q. Bankaning buzuq hisoboti bozor iqtisodining yuksak darajada muqimsizligi, banka qaytirib kelish kerak bo'lgan, lekin qaytirib kelolmagan qarz bergan pulga qartilgan bo'ladi. Qarz berib banka 3 yilgacha qaytirib kelolmagan pul buzuq hisobot deb qaraladi. Bankaning buzuq hisoboti 2 turlik bo'ladi. Birinchi, xili qarz olguvchi yomon niyat bilan pulni qaytirmaydigan ahvol. Ikkinchi, yani bir xil mablag' kamchil bo'lganlikdan qisqa muddat ichida qaytira olmaydigan qarzdor. Allaqachon mordaga aylangan davlat egiligidagi shirkatlar zo'r nisbatda qarz qaytira olmaydigan shirkatlardir. Bu yil 2-oyda qisman kapital boshqarish shirkatining qo'rg'uvchisi Kelly Bass, 2-oyda Xeyman kapital boshqarish shirkatining qo'rg'uvchisi Kelly Bass Küçükdek nutq so'zlab Jungo bank sohasidagilarning 3 trillion 500 milliard dollar ziyon tortganligini ko'rsatgan. Bu pulni xalq puliga sundirganda 23 trillion xalq puli bo'ladi. Demak, qarz berish, omonat qo'yish munosabatlari fuqarolar bilan shirkatlar bilan bo'lgan Xitoyning bank munosabatlarida Kelly Bass'ning aytganida 23 trillion xalq puli ziyon tortilgan gap. Hisobot bo'g'ilmadi, bu pul banka qaytib kelmaydi deb tadi o'chirildi. Demak, qog'ozda. Angliya pul muomala gazetining oshkorlashiga asoslangan hukumat Jungo bank sohasining ratlab tartib solishini kuchaytirganda, davlat yetakchilik qilgan qarz hisobiga payın ötküzüp berishning qimmati o'tgan 2 oyda 100 milliard dollarga yetgan. 2 oy ichida 100 milliard dollarga yetgan. Bankalar hukumat yetakchiligida buzuq hisobotni hisobdan o'chirib o'tishni qo'llanib, qiyinchilikda qolgan davlat nomidagi shirkatlarni qutqizib qolmoqchi bo'layotdi. Yakuning huquqini, davlat shirkatlarining huquqini saqlab qolmoqchi bo'layotdi. Vendi uçur şirketinin oshkorlanishiga asoslanganda, bu planning kapital qimmati 3-oyning 5-idagi 100 milliard dollardan hozir 200 million dollar, 4-oyning oxiridagi 200 million dollarga yetdi. Hukumat mablag'ini qayta tashkillash kuch chiqarib, navbatda buzuq hisobot Jungo bank sohasida nisbatga selishtirganda 19%ga yetdi. Demak, umumyuzlik Jungo bank sohasida buzuq hisobot 19%ga yetdi. Qarzni pay hisoblashning yangi sonliq ma'lumotiga asoslanganda shirkatlarni qiyinchilikdan qutuldirish davomlashyapti, lekin qanday qutuldirdi? Buning bir chora yo'q. Demak, banka shirkatlar qarz bergan pulni agar shirkatlar qaytara olmasa, shu shirkatlarga solingan pay hisobiga sundirish yuqoridagi ahvolni paydo qildi. Fransiya Gülleniş bankasining xodimi Yavi Jungo shirkatlarini tartib solish doklati e'lon qilib, kishini xotirjamsiz qiladigan bu doklatda qarz omonat munosabatiga bog'liq Jungo bank sohasining buzuq hisoboti oldimizda tragediya bilan
oxirlashadi deb ko'rsatdi.